Yangi yo'ldagi obyektimizni ham polni suvoqlarini, tiyagalarini chiqazib berdik. Yana shu bir qator karniz tortganmiz, regel tepasiga tortganmiz. Eshikka tortganmiz, romlarni tortib berdik. Bu yerda ham darvozaxonaning chetini tortdik. Uchastkamizda hovli tomoni darvozaxonalar suvaganmiz, kolonnalar chiqazib berganmiz. Bu yerda ham o'sha holat. Karnizga tortilgan regel tepasi, etgan kolonnalar ham tushirilgan. Romlarni cheti. Xolasa, juda chiroyli chiqdi bu ishimiz ham. Kolonnalarimiz ham mana juda chiroyli chiqdi. Mana ham shu holat, bir qator karniz yurgan. Burchakdan kolonna tushirib berganmiz. Eshik romlar cheti. Ichkarilarni polni suvoqdan chiqazib berganmiz. Qadrdonlar bu yerda 1300 kvadrat suvoq qilib berdik. 248 metr tiyaga tortib berdik. 20 metr kolonnalar, kalsalari bilan 20 metr kolonna tortib berdik. 40 kun bilan 45 kun atrofida mana shu ishlarni bitkazib berdik. Polni ichkarilar suvog'i, fasadlar suvog'i, darvozaxonalar, tiyagalari bilan, atkoslari bilan kolonnalar. Orqa tomonda suvoqlari. Ko'cha fasadimizda 40 kun, 45 kun atrofida chiqazib berdik. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, asl tiyaga jamoasiga aloqaga chiqaverasizlar jigarlar. Ishlaringni tez va sifatli qilib chiqazib beramiz.